Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jamiko'z kanali va sizlar bilan men Jamshid Uzoqov. Hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, bugungi videomiz o'ylaymanki, juda ko'pchilikka bir kerakli video bo'ladi degan umiddaman. Ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ko'p o'zimiz ko'rib, kuzatib boryapmiz. O'zi asli qayerligini bilmadim. Bir ona ikki qizni videolarini chiqarib ijtimoiy tarmoqlar orqali o'ziga ochko yig'adigan blogerlarni ham ko'ryapmiz. Buni sizlarga qo'yib eshittirib beraman. Birinchi ko'ringlar, tanib olinglar. Haqiqatan ham mavzu qiladigan videomiz nima haqida bo'layotganiga o'zlaringiz tushunib olasizlar. Marhamat. Kuchuk bilan pishayni ko'paytirish kerak. Mana qotgandan qoladi, ibitib berasiz. Mana kuchuk bo'lmasa tovuq bo'ladi. Tovuqqa kepak, non aralashtirib berasiz. Keyin tovuq semiradi, so'yaysiz. Mana misol uchun kuchuk odamni qo'riqlaydi. Alkash keladi, tishlab oladi, qo'rqitadi. Kuchugi bor ekan xolam deydi. Mana uyimga nima bor? Kuchuk boqqan yaxshimi yo mushikmi? Ikkalasi ham yaxshi. Mehr. Mana siz kuchukni o'ldirdingiz. Kuchuk ham ruhi bo'ladi. U odamzod Xudoyim taolo kuchukkan yatirgan, pishakkan yatirgan. Ular ham inson, ular ham odam, hayvon. Xullas, videomiz mana shu haqda bo'ladi. Ko'ryapsizlar, buni ijtimoiy tarmoq orqali juda ko'pchilik ko'ryapti. Bu oilada o'ylaymanki ozroqgina bir aqliy nimasi, tushunchasi kamroq deb o'ylayman. Sababiki insonlarga shunaqa maslahatlar, shunaqa motivatsiyalar beryaptiki, bir yilda bir marta soch yuvaman, agar bir yilda bir marta yuvinsang bunaqa bo'ladi, agar har kun yuvinadigan bo'lsang odam injiq bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Shunga o'xshagan hokazo holatlar bo'lyapti. O'ylaymanki, bu videolari, bu chiqishlari hech qachon xalqqa bir manfaatli bir video emas, yo bir xalqqa bir kerakli video ham emas. Prosta odamlarni, nima desam, bir qanaqadir bir skaska, odamlarni bir kuldirish, yo bo'lmasa odamlarni g'azabini keltirish, shunga o'xshash videolar bo'lyapti. Shunga o'xshash holatlar kuzatilyapti. Men shu narsani aytib qolgan bo'lardim. Avvalambor mana shu videolarda olib chiqayotgan blogerlar avvalambor o'zlari ozroq bir aqlanni bir tafakkur qilib ko'ringlar. Sal aqli zaif insonlardan foydalanib, u insonlarni gapirtirib, qaysi go'rdagi gaplarni gapirtirib, ijtimoiy tarmoqqa chiqib ochko yig'adigan blogerlar. Ozroq bir aqlni ishlatish kerak, tafakkurni ishlatish kerak. Bu insonlarni olib chiqib yuvinsa bo'lmaydi. It o'lsa uni ruhi bo'ladi. It odamdan yaralgan, odam itdan yaralgan degan holatlarni gapirib o'tyapti. Hech qachon it odamdan yaralmagan, yo bo'lmasa odam itdan yaralmagan. Bu gapiradigan gaplar umuman noto'g'ri. Bu islom shariatida ham noto'g'ri, qonunda ham noto'g'ri bu narsa. Bu narsani olib chiqishdan oldin bir insonlar, o'sha blogerlar ozroq bir tafakkur qilish kerak. Qani men to'g'ri yo'lda yuribmanmi? To'g'ri narsani olib chiqyapmanmi? Xalqqa bir kerakli narsami? Men o'ylayman, bu xalqqa keraksiz narsa. Bu xalqning bir manfaati uchun yo bo'lmasa bir xalqqa bir foydali bir maslahat emas bu. Bu xalqqa keraksiz narsa. Odamlar hech qachon mana bunday kunda issig'ida hech bo'lmaganda kunida bir kunda bir marta yuvmasa odam sasib ketadi. O'ylaymanki, agar 10 kunda bir marta yuvinadigan bo'lsangiz, odam chirib ketadi. Butun O'zbekiston xalqi chirib ketish kerakmi? Butun O'zbekiston xalqi chirib yashash kerakmi shunda? Bir olib chiqayotgan videolaringni, qiladigan bir o'sha kontentlaringni bunday bir o'ylab ko'ryapsizlarmi? Bunday bir o'ylab biz qiladigan o'sha kontentimiz yo videoyimiz to'g'rimi? Endi bir ozroqgina bir aqli zaif insonlardan foydalanib, odamlar o'ziga ochko yig'ib, bunaqa bir kontentdan foydalanish bu umuman noto'g'ri. Bu narsani aql ishlatish kerak. Qachongacha bu holat kuzatiladi? Yo bo'lmasa O'zbekistonda huquq targ'ibot idoralari, ichki ishlar organlari bu narsaga ozroq bir e'tibor qilishimiz kerak. Aqli zaif insonlardan foydalanib, bunaqa videolar chiqarib, odamzod itdan yaralgan yo it odamzoddan yaralgan, odamzod ruhi bo'ladi. Bir yilda bir marta yuvinish kerak, 10 kunda bir marta yuvinish kerak. Ichadigan qizlar ichsa matkasi ketib qoladi. Bu hozir men o'ylayman bir umuman bir to'g'ri narsa emas bu, to'g'ri video emas. Bunday bir o'tirib o'ylab ko'rsanglar, bu umuman noto'g'ri narsa bu. Olib chiqayotgan videolaring sizlar uchun to'g'ri, sizlar uchun qanaqadir bir qiziq bo'lgandir, lekin xalqqa bir umuman keraksiz video bu. Endi ana shu videolar orqasidan hype ishlaydigan hypajorlar bor. Bularga bir kontent-da, bu tayyor kontent. Odamni bir nima deydi? Bir
aqli zaif insonni gapirayotgan gaplarini olib chiqib, ommaga olib chiqib, o'sha kontent qilib, o'sha videolar orqali odamlarga tanilish uslubi bo'lyapti bu. Har bir qiladigan, olib chiqadigan videoni bunday bir o'ylab chiqish kerak-da. Bir qiladigan video bir xalqqa bir manfaat tegish kerak. Hozir yoshlar, kelajak avlod shulardan dars olish kerakmi hozir shunda? 10 kunda bir marta yuvinish kerakmi? Shu kunda hozir bo'lmasa agar sizlar olib chiqayotgan videoda 10 kunda bir yilda bir marta yuvinish kerak deyapti. Bu degani xalq 10 kunda bir yilda bir yuvinish kerakmi shunda? Bunday bir ongni ishlatinglar, bunday bir aqlni ishlatinglar. Ular endi sal aqli zaifroq gapirayotgandir. Endi sizlarda ozroq bir aql bor-ku, bunday bir o'ylab qiladigan videolaringni o'ylab qilsanglar bo'ladi-ku. O'sha narsani olib chiqishdan oldin o'ylash kerak. Endi o'sha aqli zaif oilani olib chiqib olib, bunisi borib ham video qilyapti, bunisi ham borib video qilyapti, itingizni nomi desa, itimning nomi paloncha deyapti. Odamlarga mana shu holat yopishib qoldi. Agar odamlarga, o'sha blogerlarga, haypajor blogerlarga bir nima deydi, odamlarga bir taniqli yo bo'lmasa o'sha prosmotr yaxshi yeydigan bir video bo'ladigan bo'lsa, odamlar shunga yopishib qoladi. Shu videoni olib chiqaveradi, bundan bir xalq bir manfaatdor emas, yo bir xalqqa kerakli bir video ham emas bu. Bir keraksiz narsalarni olib chiqib, odamlarni nima desam, bir ongini buzish bilan ovoradi. Xullas, o'ylaymanki, bu videoim mana shu videoni olib chiqayotgan blogerlarga bo'ladi. Avvalambor qiladigan videolaringni, olib chiqayotgan videolaringni aqlan bir o'ylab, bir tafakkur qilib, qiladigan videolaring kimni manfaati uchun ishlayapti, xalqqa bir manfaatlimi, manfaatsizmi, xalqqa kerakmi, kerak emasmi, bu narsani o'ylab, ozroqgina bir ish tutish kerak. Aqli zaif insonlardan foydalanib, ularni gapirtirib, ularning orqasidan prosmotr yig'ib, ularning orqasidan hype ishlab, bu umuman noto'g'ri deb hisoblayman. Xullas, aka-ukalar, opa-singillar, sizlar bilan Jamiko'z kanali edi. Kelgusi rolikda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling azizlarim.